Hammasini tashlab yana lamonchilik qilsammikin? Bilmadim. Ko'rdingmi, bu yerda ham yomon voqealar sodir bo'lyapti, lekin ilojimiz qancha? Ishing yurishmasa nima qilish kerakligini bilasanmi? Bilishni ham istamayman. Suzishda davom et, suzishda davom et. Shunchaki suzaverish kerak. Biz ana shunday qilamiz. O'tmishni orqaga tashlash kerak. O'tmishni zarbasi qattiq bo'ladi, lekin unga chap berish yo bo'lmasa zarbani daf qilishni o'rganib olish lozim bo'ladi. O'rganib ham olding. O'tgan ishga salovat, kelgusi ishlar siru sinoat deb aytadilar. Bugungi kuning esa ayni haqiqat. Shuning uchun ham bugun deyiladi. Hayoting baxtsizlik bilan boshlangandi. Ammo aynan u bugungi muvaffaqiyatingga erishishingga sababchi bo'ldi. O'zligingni anglab yet. Xo'sh, sen kimsan?